Olib bolan, nima ayda to'g'risiz endi. Assalomu alaykum, obunachilar, yaxshimisizlar? Va keling. Azbek bugun boru. Sindirib aramchi bugun. Nar Bo'lyaptimi? bugun boru. Bitta nar qo'yaman, foynas yig'lab oladi bular. Keyingi yilga tug'may qoldi. Aka, bugun boru. Barcha qo'zlar narxi boru, ishonavering. Shunaqa sunadiki, ishonavering. Eyda bo'lmaydimi? Sotib qolasiz bular. Savdogar oladigan narx bo'ladimi? Aka, savdogardan arzonga beraman yerolsa. Ishonavering. Jaqqa javob. Bugun boru. Mana shu video 500 ta like yig'sa, ikkita qo'zi beraman, aka. Ikkita. Aka, lo'z, atvotolar, javob beraman gapimga, aka. 500 ta, nechta dedingiz? 500 ta. 500 ta like. 500 ta like, 500-odam. Shunday telefon qilsa lozmi? Telefon olsa mana, aka, telefon nomerini 95 842 33 olsa, aka. Hozirgacha almashmagan, bundan bari ham almashmaydi, xudo. Akalar mana qalpoqli bor akalar. Xudo xolasa, qani unda biz videolarimizni boshlaymiz. Hammaga assalomu alaykum. Akmalxon bloger kanali obunachilar va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. Qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari va mana shunday qo'zi, qo'chqor, to'g'li ishqibozlari. Akalar, hozirda biz Namangan viloyati, Namangan tumani o'sha mashhur qishloq Tepaqo'rg'onda Azbek o'sha qalpoqli bolalarning xonadoniga yetib keldik. Akalar, bugun hafta kuniga shanba 12-aprel 2025-yil. Qalpoqli bola bugun narx sindiraman deyaptilar. Nari bor aka. Shunday sinadiki, har doim hijolat bo'ladi bular. Eyda yo'q, narxlar bor-a. Bular bor, nakachinli variantlarga. Azbek bugunga nech partiya? Bunga navot ko'radi aka. Qo'y serob. Ha, qo'ysa. Akalar, xohlagan o'zingiz chiqadi. videoni oxiriga to'g'ri ko'rib, bosib like bosib qo'ying, xudo xolosa. Ha, singandan ham hijolat olib ketasizlar. Mana akalar, qo'ylarni ham haqiqiy zo'rlardan olib kelyapsiz, Azbek. Ha, o'ta qitmirlardan keyin haqiqiy mashhur. Azbek bular qayerdiki endi bular yosh oyligi qanaqa yeb ichishi? Hop aka, bular Qirg'iziston, Talasdan kelgan aka. 6 oylik qo'zlar, xudo xolosa. Qachon kelgan bular? 2 kun bo'ldi kelganiga. 2 kun bo'ldi. 2 kun bo'ldi kelganiga. Ha. O'ylanma, telefon olasiz, hozir ishini bitirib beradi. Qirg'iz ochildimi Azbek? Ha, endi harakat aka ochilishi bor. Qirg'iz chegarasida kelgan Ha, bular. ha. Mana akalar o'sha Qirg'izistonni qo'yidan boqaman degan obunachilarimizga tavsiyani qilaman akalar. Jonivorlarni ham haqiqiy toza variantlardan boqaman deganlarga mana. Azbek, bugun qo'yimiz ko'p ekan, narxni sindirib bo'ladiganini chiqaring buni. Nari boru, bular hechki odam boru, tomi ketib jinnoq bo'ladi. Ishonavering. Atvet oladimi bugun? Aka tildan chiqqaniga javob beraman. Rasprodaja narxlarda ketadi. Telefonni qiling, tamom deydi-yu. Mana akalar jonivorlar, tozalar. Maslahat yaxshilab quvvat keyin telefon qiling. Iloji bo'lsa aka. Ishonavering. Telefon qilgan odamda aka ish bitadimi? Ishi bitadi aka. Qo'y ko'p. Hozirgacha ishini bitiryapmiz. Bundan bari ham bitirib beramiz aka, xudo xolosa. Bo'ylari nechi bo'ladi? Bo'yni o'lchamaganda aka, telefon qilsa o'lchab hamma yo'g'ini aytib beramiz. Telefon qilasizlar akalar, qanaqa yerdan kelgan, qanaqa zoti, hamma ma'lumotlarni telefonda o'zingizga qancha vaqtingiz bo'lsa, vaqtini har bitta odamga ajratib, telefonni qilib berishadi. Telefon qilib gaplashaverasizlar akalar. Aka, to'xtab turing, keling. Ana shu bo'lsa aka mana, yo to'xtab turing, bitta indaqa ham qilib beramiz. Aka tishini ochib, quloqlariga rasmga olib, quloqlari hamma yertini rasmga olib video qilib beramiz. uzunligi, bo'yi, hamma ma'lumotlarni oyog'ini ham rasmga olib beraman kerak bo'lsa. Borgandan keyin muammo bo'lmaydi. Narxini gapiring endi. Bo'ladiganini. 3,5dan deymi? 3,5dan. Obunachilarimiz hozir videoni ko'rmay ketishadi. 3 milliondan beraman. 3 milliondan ham bo'lmaydi. Sotildi bo'ldi mana hozir. Yo'q, 3 milliondan Azbek. Yana 100 ming yotaman. 100 ming emas, 2,5dan bering, 2,5dan bir joyga. Kanal yangi-yu. Ne bo'psiz? O'zingiz ham yangisiz. Mana dangal gapiring. 100 biz ham qo'shdik. 100 mingdan qo'shdik biz ham. 1000 so'm o'tib beraylik. Oxiri 29 dan ahli yetkazgan telefonni sotaman. 2 million 700 dan jonim. Yo'q. 29 dan beraman oxiri. Voy Azbek, endi o'rtada qilaylik-da bo'lmasam. Yo'q. 29 oxiri narx sotib. Qo'ylar ham yaxshi ekan, ammo Azbek gapiring, dangal. 29 dan beraman oxiri narxi. 50 mingdan qo'shib beramiz. Yo'q, 29 dan. Bitta gap, mana shu oxiri qo'shishimiz biz ham, bo'lmasa videoni to'xtatamiz. 2 million 800 dan dastlabkasini Toshkentga u yog'iga kelishilgan holda bo'lsa mana oldik qo'ydi.
Buxorogacha o't. Anjam, Panja, Buxorogacha emas, Buxorogacha. Xitoygacha. Telefon qilsa bo'ldi, qo'yib boradi. 28 dan. Bora, Xorazmga 6 ta qo'yib borib aka, tildan chiqqaniga javob beraman aka men. Joningiz sog' bo'lsin akalar. 2800 dan bo'ldi akalar, telefonni qilaverasizlar. Buxoroga doğru bo'lsa 29 dan, Toshkentga doğru bo'lsa 28 danmi? Xitoygacha 28 dan. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, martga-mart akamizni xonadoniga yetib kelganmiz, telefonni qilaverasizlar. Bu bizni birinchi partiyamiz. Bundan keyingi bundan ham zo'rlardan, toza variantlardan chiqadi. Videoni oxirigacha ko'ring akalar. Bitta qanaqasidan chiqarib berasiz endi. Bonus narxlarda. Alloh razı olsun. Akalar, ikinchi partiyamizga toza variantlardan chiqaring. Puli yengilidan bo'lsin degan obunachilarimizga mana so'raganlaridan olib kelib qo'yibdilar. Azbek nechtasi qo'chqor, nechtasi so'liq? Hammasi so'liq aka. Chevar. Hammasi so'liq ko'paysin. Chevar hammasi. Mana akalar, hammasi so'liq variantlardan. Azbek bugun qo'y ko'p ekan, narxi bor. Sindirib bermoqchi edim. Buni bor, yosh oyligi, bo'yi, hamma ma'lumotlarni aytib o'tib keting endi. Qayerdan keldi bular? Qirg'izistondan kelgan aka. Qo'chqorlarni bilib o'tgan. Yoshi qanaqa? Men aka endi sizda bo'lmaganman. 3 oylik atrofida to'g'risi gap. 4 oylik atrofida. U dehqonganman. Endi men ham aka endi ag'ini xudo biladi aka. Xo'p, Narx. 6da tug'ilganmi, 7da tug'ilganmi, endi ag'ini xudo biladi aka. To'g'ri. 1.900.000 olibsin bo'ldi. Kelishtirib 1.900.000. 1.900.000 olishadi, arzon to'g'risiga. Yo'q, qo'y arzon, kanal ham yangi, o'zingiz ham kanalda mehmon-da. Kelib ko'rishadi, obunachilarimiz telefon qilishadi, narxni bo'lib beringchi 2 ga. Bu qanchadan bering? 16 dan tushadimi? 17 danchi? 1.700 dan. Sindiraman deyapti. Sotildi bo'ldi. 1.700 dan akalar. Voy, so'liq 1.700.000 dan. 18, 19, 2 million deyilgan yo'q bayda. Akalar, telefonni qilasizlar 1.800.000 dan, dastlabki Buxoro, Samarqand 1.700.000 dan. Akalar, telefonni qilaveradigan joyiga yetib keldik. Bu bizi ikinchi partiya. Bundan keyingi bundan ham zo'ridanmi? Telefonni qilaveradigan joyiga yetib keldik. Aloqaga chiqaverasizlar akalar. Akalar, 3-partiyasiga ham o'sha puliga arzon qo'ylardan bormi degan obunachilarimizga toza variantlardan olib kelib qo'yibdilar Azbek polvon. Azbek, bu oxirgi partiyami bu? Oxirgi partiyamiz aka. 3-partiya bo'ldi, shu bilan yo'g'a qo'y. Soni nech bosh bayda? Bor aka. Soni qo'yib beraman, qo'yib ko'rib. Qo'y, barashin ovozni eshityapsizlarmi akalar? O'ylagan yurib olib ketdi. Mana jonivorlar, ko'k tiyar. Azbek yosh oyligi, bo'yi qanaqa endi bo'ladi? Aka, hop, bular 4 oylik, 3 oylik atrofida. Bittasi qo'chqor, 4 tasi so'lg'u aka. Bittasi qo'chqor, 4 tasi so'lg'u variantlar. Nargi birinchi, ikkinchi partiyaga chiqqan qo'yimizdan ozroq kattaroq ham akana bular. Akalar, bu juni olinmagan variantlaridan. Lekin bittasi qo'chqor kelgan. Narxi qanaqa bo'ladi? Bittasi mushuk aka bular. Narxi. Narxi bu 1 million 900 dan. Onalar nargilarni 17 dan chiqarildi-yu. Qanchadan beray bu? 16 dan. Da bular 100 ming paydos bo'ladi, payali minus bo'ladi-yu. Bitta mushugi bor buning ichida. Bitta mushuk bo'lsa ham 50 mingdan yurib beramiz ustiga. Oma 1.700 dan olmaydi obunachilarimiz. 16,5 dan bo'lsa mana ketdi. Dastlabkasi mana bu. 25 ming o'tib beraman. Yo'q, endi 25 mingdan go'dangizga yarashadimi? 18,5 dan bersam bo'ladimi? 18 dan bersam bo'ladimi? 17,5 dan bersam bo'ladimi? Yo'q. Ha, bo'ldi, bo'lmasa qo'yaman. 1.700 dan ketdimi? Joningiz sog' bo'lsin akalar. 1.700 dan narigi qo'ylardan katta kelgan bittasi qo'chqor. Telefonni qilib aloqaga chiqarasizlar. Bizning videolarimizda xato kamchilik bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.